Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodar azizlar, bugun ulug' ayyom kunlardan bugun Arafa. Ro'za Ramazonlar ham yakunlandi. Allohga ming qatla shukr. Tutganlar ham o'tdi, ro'zani tutmaganlar ham o'tdi. Birodar azizlar, mana bu avtomobil bizga kelgan, sariq chiroq yonib qolgan, bir o'sha torta olmay qoladi. Nimani ashibga beradi ko'proq. Drosilni zaslonkani ashibga beradi. Bu bilan birgalikda bular hamma joyini qilib ko'rishadi, bo'sha qiladi. Buni eng asosiy oldinroq biz qiynalganmiz, buni zaslonka almashtirib, pedal almashtirib, hamma narsa qilib ko'rilgan. Faqat bir narsa bu yerda qoladiki, oldingi avtomobillar tros bilan ishlardi, zaslonka. Hozir esa zamonlar oldinlab ketganligi sababli hozir bu kompyuter orqali, ya'ni elektron blok upravleniya orqali ishlaydi. Katta kichik bo'lishi ko'proq mana shu elektron upravleniya bor. Elektron upravleniya nihoyatda kichik tok o'tkazadi. Bu toklarning nihoyatda nimasi kam. Shuning uchun mis miqdori kam bo'lganligi uchun simlar yetarli nima ajrata olmaydi. Shuning uchun birodaringizga ko'plab zaslonkani almashtirish hojati yo'q. Bunga qaytadan biz sim tortamiz. Albatta bu ozgina ish ko'p bo'ladi bu. Birodar azizlar, hozir hammaga ham ma'lum bo'lib qoldi. Bu ammo yana qayta bora ogohlantiramiz. Pedal yoki bo'lmasa boshqa narsalarni almashtirish hojati yo'q. Bu hammaga yetsinda mis miqdori kamroq qo'shilgani sababli ko'plar mana elektromobillarga ular uchun tortilgan simlar qo'yib ketyapti. Boshqalar sertifikati bor simlardan qo'yilsa yaxshi bo'ladi. Bu ham bir oz anglashilmovchilik bo'lganligi sabablimi, nimagadir ba'zi bir avtomobillardagi simlarning o'sha simlardagi mis miqdori kamligi uchun shu holat tez takrorlanyapti. Birodar azizlar, bu ishxonamiz xudo xolasa elektromobil va boshqa kalit va shunga o'xshash narsalarni yasatmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasa kalitlaringiz yo'qolsa, albatta sizlarga yordam beramiz. Birodarlar, endi hozir boshqa narsa to'g'risida gapiraman. Hozir mana yong'oq daraxtini gullab turganini ko'rib turibsizlar. Ba'zi bir qalqon simon nimalarning, qalqon simon bezlarning mana bu ayollarda ko'proq bo'ladi, bu nimalarda bo'ladi. Mana qarang, mana ko'rsatgan mana shu gullarida ajoyib bir xususiyat bor. Fosfor bor. Fosfor. Bu ba'zi birlar o'sha yod moddasi bor. Yod moddasi, fosfor, shunga o'xshash nihoyatda shifobaxsh nimalar bor. Bularni mana o'zi gullar o'zi ham to'kilib ketadi. Shuni olib albatta bir nima qilib, choy qilib ichilgani, albatta yaxshilab yuvib, keyin choy qilib ichilgani maqsadga muvofiq bo'ladi. Buni damlab qo'yib ichsa ham bo'ladi. Bir misolcha bugun o'tib qo'ysa ertaga ichasiz. Ba'zilar esa tuz orqali yod moddasi olamiz deyishadi. Yo'q, albatta. Bu tuzni orqali olish shart emas. Mana bu yong'oqlar orqali olsa ham bo'ladi. Bular Xudoning qudrati bilan bir kechada gullaydi, bir kechada Xudo xolasa tugadi. Bular siz bilan biz ko'ramiz. Yong'oqning dovutchilik paytida ko'proq boshqa davlatlarda, boshqa millatdoshlarimiz, shu jumladan Ozarbayjon millatdoshlarimiz ham ularni murabbo qilib ichishadi. Murabbo qilib tanovul qilishadi, nihoyatda xushbo'y bo'ladi. Shu bilan birgalikda yod moddasiga va boshqa moddalarga bo'lgan fosfor, yod, temir moddalari, shunga o'xshagan moddalarga muhtoj bo'lgan a'zolarini shu bilan ta'minlashadi. Birodar azizlar, bu juda ham muhim. Mana dovutcha bo'lgan mahallada alohida men aytaman, dovutcha bilan qanday qilib dovutchasini chigittak bo'lgandan keyin qanchalik nimaligini, shifo baxshligini haqida ham aytib o'taman. Yo'q elementi o'zi yo'q. Mana shu nimada, yong'oqda. Yo'q elementi o'zi yo'q, birodar azizlar. Buni po'chog'ini aytsangiz darrov qorayib qoladi. Bu qorayib qolishi nimadan? Qorayib qolishi bu albatta temir moddasining borligidan. Olma ham achilganda darrov qorayib qoladi, u ham temir moddasi borligidan. Birodar azizlar, davom etamiz. Mana bu esa hozir Alloh taoloning ne'matlaridan biri bo'lmish tok. Mana bu bargi. Ba'zi bir juda ko'p kasalliklarga, juda ko'p nimalarga, vitaminlarga boy bo'lgan bu uzumidan ko'ra ko'proq bargi foydali ekanligi to'g'risida buni ham choy qilib ichish mumkin, qovurib iste'mol qilish mumkin. Juda bir holatlarda ko'proq bo'ladi. Ammo qovurayotganda bir oz e'tibor bering, tokka meva qilmaydigan qilib masalan ziyon yetkazib qo'ymang. Mana bu shaftali guli ham to'g'risida gapirdim. Bu o'tgan safar yana qayta bora aytaman, shaftali guli bu nihoyatda yosh bolalarga ichki
nimadagi bakteriyalar va nimalarni chuvalchanlarni o'ldirish uchun nihoyatda zarur bu. Odamlarning ichidagi lambalar juda ko'p nimalarga bu zarur. Buni chuchvara qilib yedirsangiz, yeyishsa juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Turli tuman dorivor va qimmatbaho kimyoviy dorilar o'rniga shular ishlatilsa, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Birodar azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rayotganlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Kelayotgan ayyomlaringiz muborak bo'lsin.